Yaxshimisan? Xudo nimalar bo'lyapti o'zi? Qolgan o'quvchilar ham olib chiqildimi? Ha, hamma sog' salomat. Faqat kitoblarga o't ketgani yomon bo'ldi-da. Oltinga teng kitoblar kuyib-kulga aylandi ustoz. Bu nokas kimsalar kitoblarni yoqqandan ko'ra meni o'tga otganlarida ham bunchalik kuyinmasdim. Bu zolimlar faqat kitoblarga emas, kelajakka o't qo'ydilar, kelajakka. Aytuvdim ha, bu ishlarni oxiri yo'q deb. Yo'q, avloniy. Hammasiga siz sababchisiz. Ne madrasalar barpo bo'lgan shahrimizda iblis layinning ilmini o'rgatadigan maktabning nima keragi bor edi? Qolganlarga qara. Bunaqa. Xudoga xush kelmagan uchun Tangri taoloning o'zi maktabingizga o't qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Astagfirulloh, nimalar deyapsiz, taqsir? Axir shaytonning ishiga Allohni sherik qilib shirk keltiryapsiz-ku. Axir muborak kitobimiz Qur'oni Karim ham iqro, ya'ni o'qi so'zlari bilan boshlanadi-ku. Axir jo'g'rofiya siz Allohning o'qish va ilm olishga undovchi so'ziga qarshimisiz? Avloniy. Axir jo'g'rofiya, adabiyot, tarix, aljabr singari nozarur fanlarning mo'min musulmonlarga nima keragi bor? Keragi bor. Avropaning ilg'or mamlakatlarida o'zimizdan chiqqan At-Termiziy, Imom Buxoriy, Al-Farg'oniy, Temurizoda Mirzo Ulug'bek asarlarini o'qitilsa-yu, bizning madrasalarda esa faqatgina diniy ilmlar o'rgatiladi xolos. Mana shuning uchun bir paytlar jahon taraqqiyotining tamal toshini qo'ygan Turon va Turkiston ahlining savodsizligi tufayli itning keyingi oyog'iga o'xshab oq poshshoni mustamlakasiga aylandik. Jim bo'ling! Voy Allohning, har bir gapingizni o'ylab gapiring. Oq poshshoga shirk keltirmang. Kofir bo'lasiz, ha?
faqatgina Allohga shirk keltirish ulkan gunohdir. Nima siz Oq podshoni diniga kirdingizmi? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Hayf sizdaqa ilmu kufrga berilgan soxta musulmonga. Voy Avloniy, podshoh kim bo'lsa ham biz mo'min musulmonlar unga bo'ysunishimiz shart. Taqsir, nega tushunmaysiz? Bizning maktabimizda ta'lim usuli jadidiyya bo'lib, ham ilohiy, ham amaliy fanlarni bir xil o'qitishga moslashgan. Johann Wolfgang Goethe Alman xalqining buyuk shoir va diram yozaridir. Uning oltinga teng ushbu alal oqibat barcha ilm egalari islomiyatni tan olishib, musulmonlikni tanlaydilar degan fikriga qanday qaraysiz? G'ayrining bir odamning gapiga mutlaqo e'tibor bermaganim bo'lsa, bu maktabingizni esa bizga zarracha nafi yo'q. Aksincha koni zarar. Barcha urinishlaringiz behuda, Avloniy. Menga qarang. Axir payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir. Bizning ota-bobolarimiz ham din ilmida, ham dunyoviy ilmda jahonda peshqadam bo'lganlar. Bugun esa ayrim tor fikrli domlalar bois bir paytlar bizni ustoz sanagan o'sha Avropa davlatlari dunyoviy ilmda bizdan o'zib ketdilar. Bas qiling! Bas qiling, Avloniy. Ulug' domlalarni haqorat qilganingiz uchun hali javob berasiz. Xudoyim ham sizni mana shu fe'lingizni deb maktabingizni kulga aylantirdi. Yo'q. Bu taqdir azal. Bitta maktabim yonsa 10tasini quraman. 10ta kitobim yonsa 100tasini yozaman. To tirik ekanman. Bu tanlagan yo'limdan zinhor ortga qaytmagayman. Xalqimni savodli qilmoq yo'lida barcha kurashlarga tayyorman. Hatto bu yo'lda jonimdan ham voz kechishga tayyorman. Yangicha davr, yangicha maktablardan boshlanadi. Ko'ramiz hali, Avloniy. Buzoni yugurgani somonxonagacha degan gaplar ham bor-a, Avloniy. Ustoz! Anvar, olov ichida yiqilib qoldi. Nima? Tezroq! Tezroq! Hali bu kuningdan besbattar bo'lasan, Avloniy. Xalqimiz omi bo'lgani uchun Mag'ribdan kelgan ilmlarni o'z farzandlariga o'rgatishmoqchi. Axir hamma bilimdon bo'lib ketsa, podani kim boqadi? To'kay bizni farzandlarimiz poda boqib ko'z ko'radi. Essiz. Navoiyning devoni ham kulga aylanibdi. Sen kimsan, voy kampir? Hali qo'lingdagi mana shu kitoblarni barchasi o'tda yonadi. Ha, yonadi. O'sha shig'irvoz shoiring ham biz kabi odil jamiyatda yashamagan. O'sha shoiring biror marta partiya haqida she'r yozganmi? Ha? Yozganmi? Yozmagan. Demak, hammasini yoqib kul qilish kerak. O'tsa seni bunday jamiyatingga. Odamlarni qiynab, azoblab, tuzgan tizimingga miylanib o'tsin. Ey, ovozingni o'chir, qari qarg'a. Siyosatga til tekkizma. Urug' aymog'ing bilan qirilib ketasan, ha? Endi bor jo'na. Senday chala mullalarga ham boqqan balo bordir. Men onaman. Lekin seni onang yo'q.
Chunki senday xoinlarni it tuqqan. Hey! Hali shunaqami? Juda yaxshi. Hali sen kampirshoni sho'roga qarshi borganing uchun qolgan umringni qamoqda chirtaman. Qamoqda chiriysan. Ha, aytgandek. Bilib qo'y. Barcha o'sha yangicha jadidcha maktablaringni kulini ko'kka sovuramiz. Ey, yaxshilikni bilmagan ko'rnamaklar, hali ko'rsatib qo'yamiz. O'sha jadidcha maktablaringni kulini ko'kka sovurmasak, yurgan ekanmi? Boramiz hali. Qachongacha bu iblislarni oyog'ini ostida xor-zor bo'lamiz? Qachongacha? Farzandlarimiz, nevaralarimiz qachongacha bularning qornini to'ydirib, o'zlari och-yalang'och yurishadi? Qachongacha? Qachongacha? Mana shu maktabni ochgan Abdullo inimni o'zing asragin. Ilmini ziyoda qilgin. Yomon ko'zlardan, yomon odamlardan o'zing asragin, Xudoyim, o'zing asragin. Allohga shukr. Joni omonda qoldi. Ammo maktabimizni ko'p sinflari kuyib kul bo'ldi. Endi nima qiladi? Ustoz, biz sizning yoningizda turib maktabni qaytadan ta'mirlaymiz. Uni go'zal qilib qurajakmiz. Inchunin bunga hatto jonimizni ham ayamaymiz, ustoz.
Biz bu tanlagan ulug' yo'limizdan hech qachon ortga qaytmaganmiz. Axir millatimiz uchun maktablar suvi havodek zarur. Axir yangi davr maktabdan boshlanadi. Bilinglar ey o'g'lonlarim, sizlarni g'amdan qutqarur maktab siroti mustaqim. Rohi adamdan qutqarur maktab, maishat bog'da ranju alamdan qutqarur maktab. Hayoti ruhi jahlu g'amdan qutqarur maktab. Qo'lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab. Shahodatnomai Firdavs G'ilmonni berur maktab. Çalışmak birletoyim, to lahat borguncha ilm ista. Hadisi Mustafodir, shahri chin borguncha ilm ista. Sihatsan to badanga, harfumat borguncha ilm ista. Qo'lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab. Shahodatnomai Firdavs G'ilmonni berur maktab. O'rningizdan turing. Sud kelyapti. Adib va jurnalist Abdulla Qodiriy. Adabiy taxallusi Julqunboy. Hukumat rahbarlarini obro'sizlantirishda ayblangan va tergovga tortilgan edi. Bunga uning Mushtum jurnalida chop ettirilgan yig'indi gaplar maqolasi sabab bo'lgan. Maqolada Abdulla Qodiriy Cumhuriyet Raisi Yo'ldosh Oxunboboyevni va boshqa rahbarlarni ham qattiq tanqid qilgan. Bu borada tergov va surishtiruv ishlari olib borildi va Abdulla Qodiriyning aybi to'la to'kis o'z tasdig'ini topdi. Axir bu tuhmat. Jimlik saqlansin. O'zbekiston SSR Oliy sudi jinoyat ishlari hay'atining 1926-yil 16-iyundagi hukmi bilan O'zbekiston SSR Oliy sudi hay'ati qaror qiladi. Mushtum jurnalining xodimi yozuvchi Abdulla Qodiriy O'zbekiston SSR Jinoyat kodeksining 73-moddasida qayd etilgan jinoyatni sodir qilib, Cumhuriyet Raisi Yo'ldosh Oxunboboyevni obro'sizlantirish maqsadida kontrrevolyusion xarakterga ega maqolani o'zi ishlayotgan Mushtum jurnalida chop ettirgan. Shuningdek, tanqidiy ruhdagi adabiyotlarni tarqatish maqsadida tayyorlagan va saqlagan. Abdulla Qodiriy nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb hisoblansin. Abdulla Qodiriyga 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hurmatli sudya, men e'tiroz bildiraman.
Abdullaxon hamisha haqiqatni yozib kelgan adib. Rostgo'y va buyuk yozuvchini qamash millat kelajagiga otilgan o'qdir. O'tiring. Men sizga so'z berganim yo'q. Abdulhamid Cho'lpon. Ha. Sizning ham ba'zi bir nosog'lom sig'irlaringiz uchun jazo olishingizga tez kunlarda navbat keladi. Ha, navbat keladi. Agar haqiqatni yozish ayb sanalsa, unda meni ham hozirning o'zida hibsga oling. Buyuk adib Abdulla Qodiriy adabiyotimizga yangi nafas olib kirdi. Yozuvchini qamash mumkin, lekin u yozgan asarlarini xalqimiz qalbidan o'chirib bo'lmas. O'chiramiz yozgan kitoblarini ham, hattoki endi yozmoqqa niyat qilganlarni ham kulini ko'kka sovuramiz. Ha. Shundaymi? Shoir G'ilmoniy, bir gapir. Yozuvchilar Abdulla Qodiriy hamda Cho'lponlarning barcha kitoblari sho'ro hukumatiga qarshidir. Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Bunday yozuvchilarga bizning adolatli qizil jamiyatimizda mutlaqo o'rin yo'q. Shoir G'ilmoniy, axir kuni kecha Abdulla Qodiriy meni ustozim deb ko'kka ko'targansiz emasmi? Tushunarli. Sendaqalar do'pping tor kelsa, kerak bo'lsa otangni ham sotishga tayyorsan. Senga o'xshaganlar adabiyotimiz tomiriga yopishgan jirkanch qurtsan. Abdulhamid Cho'lpon, og'zingizga qarab gapiring. Abdulla Qodiriy qanaqasiga menga ustoz bo'lsin? Tushunmadim. Qanaqasiga menga ustoz bo'lsin? Mening ustozim bu Bolsheviklar partiyasi. Otam bo'lsa buyuk Stalin. Astag'firulloh. Bir odamda nechta ota bo'lishi mumkin, ha? Shoir G'ilmoniy, bu gapingiz bilan mabodo onangizga tuhmat qilmayapsizmi? Yaqindagina men yozgan buzilgan o'lka she'rimga tuzalgan o'lka deb saviyasi ancha past she'riy raddi yozgan edingiz. Yodingizdan chiqdimi? Shoshmang. Kechagina sizni otangiz boshqa odam edi-yu. Tushunarli. Sendaqalar zamon o'zgargan sayin otang ham o'zgarib boradi. Shunda haqorat qilmang. Bo'ldi bas. Haqorat qilmang. Sizning ham she'rlaringizni sinchiklab o'qib chiqilsa, har xil ig'vo, tagdor fikrlar nashriyotdan bosilib chiqilayotganligidan xabarimiz bor. Tuhmat qilmang shoir G'ilmoniy. Tuhmat qilayotganingiz. Bas. O'zingizni bosib oling. Abdulhamid Cho'lpon. Yaxshi bilamiz, yozgan kitoblaringizda bizga qarshi aksal inqilobiy g'oyalarni pardaga o'rab ilgari surgansiz. She'rlaringizda ham inqilobga qarshi fikrlar juda ko'p. Ha. Allaqanday qo'lyozmalarni tarqatish bilan, g'ayrli fikrli qo'lyozmalarni tarqatish bilan band ekanligingizni ham juda yaxshi bilamiz. Hammasi bo'xton. Ha, hammasi bo'xton. Hurmatli sudya, meni bir aybim bor. Meni aybim men ko'nglimga yoqqan, xalqimizni uyg'otishga as qotadigan she'rlar yozaman. Bas, yetar. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman. Hukm qat'iy. Shikoyatga o'rin yo'q.
Sule janoblari, hammasi tuhmat yo'q. Sule janoblari. Beni kechiring ustoz. Beni kechiring ustoz. Men majbur bo'ldim. Farzandlarimni, otamni olib borib qamab qo'yishgan. Agar shu tuhmatlarni qilmasang, ularni o'ldiraman deb qo'rqitishyapti. Beni kechiring ustoz. Men qattiq adashdim ustoz. Men bilmay qoldim ustoz. Ustoz beni kechiring. Men bilaman ustoz. Siz buyuk yozuvchisiz. Ha, buyuk yozuvchisiz. O'tgan kunlar romaningiz bo'lsa, bu shoh asardir ustoz. Shoh asardir. Meni kechiring. Meni kechiring. Ming la'nat. Bunday tuzumingga ming la'nat. Ming la'nat bunday tuzumingga ming la'nat. Ming la'nat. Xoin, sotqin. Oyoq boshning o'rnida, o't to'ra yurt to'rida, put yo'q butun qo'rida, o'tgan o'tmagan kunlar, yonar makon zamonlar, so'ldir o'ng sog' tomonlar, bulut to'la osmonlar. O'tgan o'tmagan kunlar, millat xor millat, yelkanga mindi illat, tortyonda zulmi zillat. O'tgan o'tmagan kunlar, o'tgan o'tmagan kunlar. Inim bardam bo'ling. Inshaalloh haqiqat albatta qaror topgusidir. Boshimizda uchib yurgan qaro bulutlar albatta tarqalgusidir inim. Men ma'naviy jihatdan o'ldirildim. Endi men uchun jismoniy o'lim hech narsa emas. Kommunistlar partiyasi nizomida o'zaro tanqid jarayonida ishlash, kamchiliklarni tuzatish uchun matbuot yordamida erishlar degan alohida ta'kid bor-ku. Inim, ularni bilasiz-ku. Bu zolimlar kerak bo'lsa o'z maqsadlari yo'lida qonunni ham o'zgartirib yozishadi. Ularga yolg'iz Alloh kifoya qilsin. Lekin ular bir haqiqatni bilishmaydi. Abdulla Qodiriyni Cho'lponni yo'q qilishlari mumkindir. Lekin haqiqatni yo'q qilisha olishmaydi. Biz insho etgan asarlar har bir zamon va makon o'chira olmaydi. Bu insofsizlar Avloniyni maktabini yoqdilar.
Munavvar qorini qo'l yozmalarini uloqtirdilar. Fitratni gazetini kuydirdilar. Agar bizni xatti-harakatlarimiz ayib sanalsa, ular mudrab yotgan xalqimizni uyg'otish, ilm ma'rifat sari chorlashdir. Savodli qilishdir. Bu ezgulik sari eng dadil qadamlardir. Meni o'ldirishlarini yaxshi bilaman. Ota. Inim, siz ham yaxshi bilasiz. Qolgan birodarlarimiz ham buni yaxshi bilishadi. Biz ko'ra bila turib shu yo'lni tanladik. Qul bo'lib yashagandan ko'ra haq yo'lda tik turib jon bermoq afzaldir. Otajon, umidsizlanmang. Shu bugunning o'zida men O'zbekiston markaziy SSR markaziy ijroqo'm rayosatiga arz qilaman. U yerda arizamni qabul qilmagunicha va adolatli qaror chiqarmagunicha u yerning ostonasiga yotib olaman, ota. Kerak bo'lsa, Jumhur rais yo'ldosh Og'in Boboyevga ham arz qilaman. Shu bugunning o'zida sizni ozod qilishadi. Agar sizni ozod qilishmasa, menga bergan tuzingiz mutlaqo harom bo'lsin, ota. Harom bo'lsin. Vaqtingiz tugadi, biz bilan ketasiz. Tez bo'ling. Degilar sizga omonat, o'g'lim. Otajon, Abdulloh xoninglar. Otajon! Bardam bo'ling. Haqiqat albatta qaror topgusidir. Otajon, men sizni albatta qutqaraman. Bu yo'lda hatto jonimni da ayamayman, ota. Chunki men Qodiriyning o'g'liman. Siz isbot etgan o'sha o'tgan kunlar, tunlar, munglar hali hanuz o'tib ketmagan ekan, ota. O'tib ketmagan ekan. Ota! Otajon! Ey Xudo! Qachongacha bu nohaqliklarga chidash mumkin? Kimsan? Buyuk adib Abdulla Qodiriyni qamassa-ya. Axir u yozgan o'tgan kunlar romanini davlatimiz, hukumatimiz rahbarlari qayta yig'lab o'qishganlarini eshitganman-ku. Ahot ular ham bu tomoshaga oddiy tomoshabin bo'lib qarab turishsa-ya. Yo'q. Abdulla Qodiriy osonlikcha jon bermasliklariga ishonaman. Nega kishan bilan do'stlashding, na faryoding na doding bor, nechun sen muncha sizlashding. Haqorat dilni og'ritmas, tubanlik mangu ketmasmi, kishanlar parchalanmasmi, qilishlar endi sinmasmi? Kishan kiyma bo'yningma, sen ham hur tug'ilgansen, iblis tekkan oshga tegma, boshdan oyoq bo'g'ilgansen, millat dardin itoba et, yurakka haqoba et.
Turkistondan ketsin istab, qalb daftarin itob et. Turkistondan ketsin istab, qalb daftarin itob et. Hozir. Hozir birodar, hozir. To'xtang, qayoqqa to'xtang. To'xtang. Kimsiz? Ne istaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men haligi o'quvchingiz Abdurahmonning oyisi bo'laman. Abdurahmon. Qo'shni mahalladanman. Ha, Abdurahmon. Nima gap? Tinchlikmi singlim? Haligi bir masalada siz bilan gaplashgani kelgan edim, lekin bu yerga kelganim bu xo'jayinim bilmaydilar. Nima? Xo'jayinim bilmaydi. Nima gap singlim? Tinchlikmi? Kecha Odil hoji domla uyimizga kelib, Abdurahmonning otasiga o'g'lingni yangi maktabga berma, u maktab shaytonning uyi, u maktabda o'qiganlar kofirlardan bo'lar deb har xil yomon so'zlarni aytib ketdilar. Eringiz ne deb javob berdi? Xo'jayinim bu so'z ochishga qo'ymadilar. Agar o'g'lingni shu yangi maktabga bersang, butun mahalla sendan yuz o'giradi dedilar. Singlim, axir maktab qanday qilib shaytonning uyi bo'lsin? Bu yer bilim dargohi. Axir dunyoviy ilmlar bilan teng islomiy ilmlarni ham o'rgatyapmiz-ku. Buni men yaxshi bilaman, muallim. O'g'lim ancha savodli bo'lib qolgan. Jo'g'rafiyani o'zlashtirib oldi. Avropa mamlakatlari nomlarini birma-bir sanab beryapti. U hammaylik-ku ya. Kecha o'ris tilida she'riyotlar ma'nosini bizga aytib berdi muallim. Mashalloh. Ha. Qaniydi bu munofiqlar yo'limga to'sqinchilik qilmaganida, maktabimga erkinlik berilib, siz kabi yurtdoshlarimiz o'z farzandlarini bu dargohga olib kelishganida, o'qib yuzlab, minglab Abdurahmonlar millat dardiga darmon bo'lishardi. Sizdan iltimosim bor. Labbay. Xo'jayinim bilan o'zingiz gaplashib ko'ring, qori muallim. Mayli. O'g'lim maktabga boraman deb har kuni yig'layapti. Alloh. Shamchiroq yorug'ida kitoblar o'qib, xatlar insho qilyapti. Subhanalloh. O'g'limni ko'rib rahmim kelyapti, muallim. Mana yozgan insholari. Mana qarang. Mana shularni hammasini. Astagfirulloh. Bu nima sharmandalik qorim? Xilvatda bir musulmonning ojizasi bilan yolg'iz ko'rishib turishingiz bu gunoh azim emasmi qorim? Birodar, nimalar deyapsiz? Astagfirulloh. Nimalar deyapsiz? Nechun buncha jaholat? Bir ojizaga tuhmat qilish. Birodar, bu musulmonning ishi emas. Musulmonning ishi emas. Endi musulmonlikni sizdan o'rganamizmi qorim? Sahar mardonda bir musulmonning ojizasi bilan xilvatda yolg'iz ko'rishib turishingiz musulmonchilik bo'ldimi qorim? Hayf sizdek qoriga. Hayf. Yo'q, unaqa emas. Men muallimning uylariga o'zim keldim, o'g'lim masalasi bo'yicha. O'zingni o'shir. Sharmanda, behayo. Adashmasam sen Bekmurodni zavjasisana? Shundaymi? Ey sharmanda,
boshingda tog'dek ering bo'la turib, nomahram erkak bilan yolg'iz xilvatda nima qilyapsan? Alloh Alloh. Nima qilding? Kerak bo'lsa, men seni mana shu ishing uchun xalqning oldiga olib chiqib toshbo'ron qildiraman. Toshbo'ron bo'lasan. Ey birodar, shaytonga xayr bering. Neki jazo bo'lsa, mana menga bering. Aytyapman, bu ojizida ayb yo'q. Ayb yo'q. Astagfirulloh. Bekorga aytmagan ekanman ha. Bu maktab shaytonning uyi deb. Mana o'z ko'zlarim bilan ko'rib guvohi bo'ldim. Ha, o'z ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'ldim. Endi maktabingni yopasan. Nima deyapsiz? Yopasan maktabingni. Bo'lmasam, mana shu bo'lgan voqeani butun elga ovoza qilaman. Sharmandangni chiqaraman. Voy ojiza, sharmanda. Sen ham eshitib ol. Bolangning qo'lidagi barcha yangicha kitoblarni ko'z oldimda o'tga tashlaysan. Unday qilmang. Yoqasan. Yo'q. Bo'lmasam mana shu bo'lgan ishni elingga oqizman. Yo'q. Nari tur. Endi ket. Jo'na. Ket. Qilmang Astagfirulloh. Sharmanda. Behayo. Astagfirulloh. Ya tavba. Meni kechiring, qori muallim. Men xohlamagan edim, meni kechiring. Ket. Axir sizga aytgandim-ku, qorim. Bu ishlaringizni oxiri yo'q deb. Ha, undan ko'ra bizga qo'shiling, qorim. Partiyani maqtang. Partiya haqida go'zal she'rlar yozing. Ey, qorningiz ham to'q bo'ladi. Boshingiz ham omon qoladi, qorim. Ha? Birodar, men munofiq emasman. Ko'ra bila turib, qorani oq demayman. Qornim to'yishi uchun millatimni xor qilayotganlarni maqtayman. Undan ko'ra ochimdan o'lganim afzal. Faqir vatandoshlarim bosqinchi eshigi oldida qul bo'lib egilib tursa-yu, men uni madh etayman. Birodar, shunchalardan qalbingiz so'qirmi? Meni vatandoshlarim peshona teri evaziga kun ko'rayotgan murtadlarga ta'zim qilayman. Yo'q. Hech qachon. Bir narsani bilib oling. Bugun bo'lmasa, haqiqat biror kun qaror topgusidir va topadi. Nima? Haqiqat, birodar. Haqiqat? Ha, haqiqat. Haqiqat. Haqiqat? Astagfirulloh. Haqiqat! Qayerdasan haqiqat? Qaysi haqiqatni aytyapsiz, qorim? Haqiqat bormi o'zi? Birodar, bor. Buyuk haqiqat bor. Endi har bir gapirgan gapingiz uchun javob berasiz, qorim. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Ha, qori. Haqiqatmish. Haqiqat.
quyosh bo'yni ham mo'min elning g'animatiga yurt degani ko'ngli tunadi Turkistonni bosgan do'stan yurt degani ko'ngli tunadi Turkistonni bosgan do'stan falakdagi oybet qora masnun millat yuragi pora bitta nonga muhtoj olaman shifosiga yo'q endi chora falakdagi oybeti qora mazlum millat yuragi pora bitta nonga muhtoj olaman shifosiga yo'q endi chora hozir Assalom to'ram. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Va alaykum assalom. Omonmisiz endi? Omonmisiz? To'ram. Tinchlikmi? Rangingiz o'chgan, tinchlikmi to'ram? So'raman qo'ram. So'raman. Bu johillar bosmaxonamni ag'dar to'ntar qilishib, Nima? hatto muqaddas kitoblarni ham o'tga otdilar. Alloh. Avaylab asraganlarimni olib, Namangandan qochishga majbur bo'ldim inim. Majbur bo'ldim. Muqaddas kitoblarga o't qo'ymoqlik dunyoga o't qo'ymoqlik bilan barobardir to'ram. Bu xoinlar kitoblarga qo'shib orzu umidlarimni ham kulga aylantirdilar. Axir tokaygacha ilm xor bo'lur, mazlum xalq hamon oyoq osti qilinur inim. Ko'p kuyunmang to'ram. So'rasangiz mening ham yuragim sizniki kabi qon. Yolg'iz najotkorimiz faqat Allohdandir to'ram. Inim, Labay. bu noinsoflar meni izimga tushgan. Toshkentga kelganimdan ham xabarlari bor. Yo'q. Sizdan yagona bir o'tinchim mana shu kitoblarni avaylab asrang, sizdan iltimos. Meni esa o'ldirsalar ham. Yo'q to'ram, yo'q. Men nafaqat kitoblarni, balkim sizni ham asrashim shart. Chunki siz kabi ulug' zotlar har kuni ham tug'ilavermaydi to'ram, tug'ilavermaydi. Minnatdorman, inim Munavvar qori, minnatdorman. Lekin sizdek ilm quyoshi ham bu dunyoga juda kam keladi. Rahmat. Esiz bizlar zamonga sig'madik. Umr quyoshimiz botayotganga o'xshaydir inim. Yo'q. Adashdingiz to'ram. Men ishonaman. Yorug' kunlar albatta keladi. İnşallah. Keladi to'ram. Balkim sizu bizga ko'rishlik nasib etmas, lekin vijdonimiz pok.
tanlagan yo'limizdan Alloh o'zingga qasam, hech qachon qaytmaymiz, to'ram, qaytmaymiz. Men sizni tashlab keta olmayman. Qaysarlik qilmang, yer to'laga tushing. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ну, рассказывай, где он? Janob, nimalar deyapsiz? Dushman Sulaymon, dushman qayga bekitdi. Gapir. Janob, aybga buyurmang. Nimalar deyotganingizni tushunmayapman. Men bilan o'ynashi senga kursdaman. Hamma joy to'kiling, чтобы ни одного сантиметра не осталось. Ayting, to'xtating. Давайте! Iltimos, ayting, to'xtating. Bas qilishsin, iltimos. Ayting, bas qilishsin. Agar qayerda ekanini aytmasang, uyingda silikon buzaman. Вообще это seni ham o'sha turavachchani bilsa. Nimalar deyapsiz? Ulug'lar haqida bunday deyishlikka sizni haqqingiz yo'q. Ibratxon to'ramni sizlarga hech qachon bermayman. Bermayman. Bermayman? Ha, bermayman. Вот ты попался. Я так и знал, он тут. O'z og'zing bilan do'stingni sotib qo'yding. Ey qori, последний раз so'rayman. Dushman qayga bekitdi? Janob, aslida dushman sizlarni o'zingiz. Ibratxon to'ram dushman emas. Dushman emas. Otib tashlayman. Ulasam. Mayli. Men roziman. Tubanlik qilib yashagandan mardlik qilib o'lgan afzal. Roziman. Подай. La ilaha illalloh. Что ж, ты сам Muhammadur выбрал рецепт. Rasulullah. А я с удовольствием этим La делом. ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadan abduhu. Раз, Allohu akbar. два, Allohu akbar. три. Allohu akbar. Вот и наш персонаж. Ты видела его? Ой, Господи. Ina bir umr vijdon azobida har kuni o'lgandan ko'ra bir marta o'lmoq a'lodir. Эй, люди! Объясните, пожалуйста, а? Это что за такой народ, а? Sizlar qanday odamsiz? Bir-biriga jon bergan. Qanday millatsiz вообще? Biz buyuk millatmiz. To'g'ri. Buyur, millat. Значит, великий, да? Вы же все тупые, savodsiz, omi, qo'y xalqsan, barrani. Bekor aytsan la'nati kelgindi. Bizning ajdodlarimiz dunyo ilm fani beshigini tebratganda sizlar itning keyingi oyog'i edingizlar. To'g'ri. Bechora mazlum xalqning mashaqqatli mehnati evaziga kun ko'rayotgan ko'pbaksanlar. Nimalar qilyapsiz? Bas qiling. Olim odamga ham shunday munosabatda bo'lasizmi? Bilib qo'ying. Tarix sizni kechirmaydi.
kechirmaydi. А ты вообще jin yo'q. Boshqa kitob gider. Ina. Alloh panohida bo'ling. Agar qayta ko'rish olmasak, Yo'q. diydor qiyomatda inam, diydor qiyomatda. Aytgancha, qolgan kitoblar yer to'ladi. Iltimos, ularni avaylab asrang inam, avaylab asrang. Ey Allohim, sendan boshqa suyanadigan biror kimimiz yo'q. O'zing eng odil hakamsan. Hamma narsani ko'rib bilib turibsan. Nimaiki qilgan bo'lsam, yurtim, millatim hur bo'lishi uchun, xalqim savodli bo'lsin deb jonimni garovga qo'yib bo'lsa ham azob chekdim. Lekin bu ishimdan hech qachon afsuslanmayman. Bulsun yurtimiz, muzaffarlik erur millat burdimiz. Turkistonning bog'larida gullar mo'l, hech so'nmasin yurak to'la olovimiz. Millat sahroni ham ardoqlab, quloch yozgan cho'llaringni quchoqlab, har bir qarich tuprog'ida giyohlar mo'l, diyor deya yurtni qo'lla tuzini oqlab, har bir qarich tuprog'ida giyohlar mo'l, diyor deya yurtni qo'lla tuzini oqlab. Ilohim, vatanimiz hur, oftod bo'lsin. Allohu akbar. Hali dushmanlardan chiqay. Kengay ko'radi. Nega bunavar qori? To'ram! Rozi bo'ling. Sevdalar mani boshimga tushdi, man adolating mana qora soching. Voy menimiz. Kızım. Voy, sen qayerdan kelib qolding? Voy jonim bola. Seni o'ylab, sog'inib o'tirgandim. Voy jonim qizim. O'zim o'rgatsan. Qizim. Rangingda rang yo'q. Ranging bir ahvol. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima gap qizim? Nima bo'ldi jonim qizim? Qochdim. Qochdim, aya. Voy, Qochdim. voy sho'rim. Voy sho'rim. Voy o'lmasin. Voy. Axir seni toshbo'ron qilishadi.
Uyingga ket. Qilishsin. Uyingga ket. Yo'q. Uyingga ket. Qayt uyingga. Toshbo'ron qilishsin. Aya, o'limimni bo'ynimga olib keldim. Jon bolam. Jonimdan to'yg'izib yuborishdi-ku, jon. Aya. Jon bolam. To'kaygacha bu azoblar davom etarkan, jon. Aya. Bu dunyoda ilm bor. Ma'rifat bor. Din va diyonatning odil yo'llari bor. To'g'rimi? To'g'rimi, ayajon? Siz hammasini bilasiz-a? Bilasiz, to'g'rimi? Nega jimsiz? Nega jimsiz, jon aya? Nega ko'zingizni ko'r, quloqingizni kar qilasiz? Nega? Nega gulday qizingizni itlar oldiga otsalar ham jimsiz? Nega? Nima desangizchi? Aya. Befoyda. Sizlarga hayot shu. Sizlar uchun yashash shu. Lekin men uchunchi. Men uchunchi. Meni yo'qdi. Men nega sevdim? Men nega orzu qildim, aya? Nega? Qani mening muhabbatim? Qani mening o'sha orzularim, qani? Menchi bolam. Dunyoga kelib nima ko'rdim? Faqat ko'z yoshlarini ko'rdim. Falakning to'foqlarini ko'rdim. Yurdim, yo'l bosmadim. Yashab farzand dog'ida kuydim. Uying kuygan. Eshakka borib yalindim. Yolvordim. Borib bisotimni sochdim. U meni duo qildi. Ha, duo qildi. Uning duolari ijobat bo'ldimi? Allohim menga farzand ato etdi. Bolam, jonim bolam. Men seni ma'rifatingni o'ylabmanmi? Men seni muhabbatingni o'ylabmanmi? Men seni eshonga uzatayotganimda ham baxtiyor edim. Ha, baxtiyor edim. Mana bu endi bu qon. Ey, kachramdan balak. Ne bu qon? Aya. Ayb mendanmi? Yo'q, ko'rmanmi? Yoki bu ishlarim g'aflatdan, jaholatdanmi? Jaholatdanmi? Nodon onangni ustidan kul. Kul qizim. Kul. Mendan kul. Ayajon, aya. Kul. Ayajon. Ey balay. Ayajon. Ey yulduzlar. Sizlar ham kulinglar. Kulinglar mendan. Kulinglar. Mehribon ayajonim. Kulinglar. Meni mehribon volidam. Yo'q qizim. Ayb sizda yo'q. Men sizni hech ham ayblamadim. Hech ham ayblamadim, onajon. Siz hamisha rostgo'y edingiz. Bolam dedingiz, jon onam. Bolam dedingiz. Lekin men ayb kimda ekanligini juda yaxshi bilaman. Kimdir keldi? Otang bo'lsa, seni tiriklay ko'rsatqadi. Ichkariga kir. Lekin yashirin. Tur o'rningdan. Ichkariga kir. Jon qizim, yashirin. Jon qizim, nega kelding? Ey Xudo. Ichkariga kir.
Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Mahmudxon, sizmidingiz o'g'lim? Bemahalda bezovta qilma aya. Yo'q, yo'q. Maryam. Kel. Maryam keldi. Maryam shu yerda. Ana u. Mahmudxon, orqangizdan hech kim foydalanmadimi? Hech kim yo'q aya. Hech kim tushmadimi? Yo'q, yo'q. Mahmud, eshikka qarang. Hozir eshikka qarang. Mahmudxonim. Maryam. Mana men keldim. Hammasidan butkul voz kechib keldim, Maryam, keldim. Endi bu yerlardan butunlay bosh olib ketamiz, eshityapsanmi? Butunlar, Maryam, butunlay. Keldingizmi? Keldim, Maryam. Mahmudxonim. Tezroq yo'lga chiqishimiz kerak, Maryam. Yo'lga? Yo'lga. Yura qol. Biz yo'lga chiqamizmi? Albatta, Maryam, keldim, mana keldim. Mahmudxon. Men sizni sevaman. Men ham, Maryam, men ham. Men sizni juda ham sevaman, Mahmudxon. Maryam, qolgan gaplarni yo'lda gaplashamiz, yo'lga chiqishimiz kerak. Iltimos, meni unutmang. Nimalar deyapsan, Maryam? Bizni muhabbatimizni unutmang. Maryam, Mahmudxon. men hamisha yoningda bo'laman. Yoningda bo'laman, eshityapsanmi? Yoningda. Men bu sevgiga to'ymadim-ku, Mahmudxon. Nimalar deyapsan, Maryam? Qismatga qarang. Bizga atalgan qismatga qarang. Maryam? Shu ham qismat bo'ldimi? Maryam, yaxshimisan? Shu ham qismat bo'ldimi? Maryam? Hayot. Maryam, nimalar bo'lyapti senga, Maryam? Zaharli hayot. Maryam? Maryam? Alvida. Maryam? 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 Maryam! 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 Nimalar qilib qo'yding? Maryam! O'zim ziyo olamdan nur qidirgan parvonangni kechir. Bu zulmlarga qarshi chiqolmagan g'aribingni kechir, Maryam. Kechir, kechir. Seni asrab qola olmadim. Kechir. Kechir. Aferin, barakallah. Barakallah. Aferin. Sizlar zaharli hayotning qahramonlarisiz. Ha, sizlar bu spektaklni ijro qilganingizda ezilgan xalqimizning dardini juda yaxshi his qildilaring. Barakallah. Rahmat siz. Shuni yodda tutinglar. Aktyorlik ulug' maqomdir. Teatr esa ulug' Mahmud Xo'ja Behbudiy aytganlaridek ibratxonadir. Ustoz, labbay. Ishonchingizni albatta oqlaymiz. Barakallah. Rahmat ustoz. Barakallah, barakallah. Bugun biz katta yo'lning boshida turibmiz. Xalqimizni qanchalik teatrga oshno qilsak, o'z maqsadimizga tezroq yetajakmiz. Ha, hali ko'rasizlar, bizning teatrimiz ham Yevropa teatrlari singari o'z maqomiga ega bo'ladi. Minglab tomoshabinlar mana shu ibratxonadan bahra oladilar. Ha. Assalomu alaykum. Abdurahmon og'a. Assalomu alaykum. Barakalla.
Rahmat. Judayam ishonarli. Rahmat ustoz. Judayam hayotiy Hamzaxon. Tabriklayman. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Ustoz, yangi yozgan zaharli hayot yoxud ish qurbonlari asarimizni mashq qilayotgan edik ustoz. Judayam ishonarli. Ha. Kechirasizlar. Mashq qilayotganlaringni bilmay qolibman. Yo'q. Kechiksa ustoz. Abdurauf og'a, Tursunoy o'zbek teatrisida birinchi aktrisasidir. Barakalla qiz. Barakalla. Iloyim, sahnadagi yo'ling yorug' bo'lsin. Amin. Barakalla. Sizlarga ruxsat. Sog' bo'ling. Keyingi sahnalarga tayyorgarlik ko'ring. Rahmat. Albatta, sog' bo'linglar. Rahmat bolalar. Rahmat. Barakalla. Hamzaxon, Labbay ustoz. siz fidoyi teatru arbobisiz. Tashakkur ustoz. Tashakkur. Charchamang, sog' bo'ling. Tashakkur. Barakalla. Rahmat. Bir men emas ustoz. Barcha maslakdoshlarimiz Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdulhamid Cho'lpon qolaversa, siz ham menga bu borada ustozsizlar. Rahmat. Temur Sag'anasi, Abul Fayzxon kabi dramalaringizda mustaqillik uchun kurash yalt etib ko'zga tashlanib turadi ustoz. Rahmat. Ha, Hamzaxon. labbay ustoz. Siz judayam buyuk ishlar qilmoqdasiz. Rahmat. Judayam buyuk ishlar. Rahmat ustoz. Siz faoliyat yurita boshlaganingizdan boshlab Rahmat ustoz. teatrimiz judayam ilgariladi. Rahmat. Judayam ilgariladi. Rahmat. Charchamang, sog' bo'ling. Bu yo'lda jon boricha albatta harakat qilajak. Rahmat. Ha. Ustoz, Zaxon. Ustoz! Nima gap? Tursunoyni o'ldirib ketishdi. Tursunoy! Kim? Eri o'ldiribdi. Ey zolim falak, bunchalar bag'ri toshsan, hamon yomonlarning boshini silaysan. Tursunoy hali g'uncha edi-ku, essiz ochilmasdan so'ldirdilar. Ma'rifat kushandalari iblislar. Meni kechir Tursunoy. Seni noming mangu qalbimizda yashaydi. Sahna sen uchun beshik bo'ldi va tobut bo'ldi zaharli hayot. Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab sha'nlarni har tomon parishon qil.
Milletimizin ko'pgina ziyoratlari shafqatsizlarcha qatl etildi. Ular orasida ming afsuslar bo'lsinki, millat oydinlari Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriylar ham bor edi. Abdulhamid Cho'lpon, shunga so'zingni ayt. Tiriksin, o'lmagan sen, senda odam, senda insonsin. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilgansin. Vatan ozod bo'lsin. La ilaha illalloh Muhammad. Abdurauf Fitrat, shunga so'zingni ayt. Men sen uchun tug'ildim. Sen uchun yaşadım. Sen uchun o'larman ey Turkning muqaddas o'chog'i. Vatan ozod bo'lsin. La ilaha illalloh. Abdulla Kadirov, shunga so'zingni ayt. Bizlar jadidlarimiz. Bizning qonimizda buyuk ajdodlarimiz qon oqmoqda. Sizlarni o'ldirganing bilan maqsadlaringga erisha olmaysan. Bir kun kelib, albatta o'zbek o'zga bek bo'ladi. Yana avloniylar, fitratlar, cho'lponlar tug'iladi. O'shanda bizni millatimiz qaddi tik bo'ladi. Senlar esa yegik bo'lasan. Vatan ozod bo'lsin.